Huzuriga Hazrati Azroil alayhissalom kelib, joningni olaman deganda savol qilgan ekan. Men Xudodan so'rardim, jonimni olsang oldin meni ogohlantirgin. O'lim do'p durustdan kelmasin, to'satdan kelmasin deb Xudodan so'rardim-ku deganlarda Azroil alayhissalom aytgan ekanlar, tanangga bir nazar solgin, o'limni elchisini Alloh bir necha yil oldin yuborib qo'ygan. Devqomat bellaring bukildi-ku, durga o'xshagan tishlaring to'kildi-ku, qop-qora sochlar bugun oqargan kun-ku. Oldingi quvvating qani, oldingi imkoniyating qani? Atrofingda do'stlaring bo'lardi, bu do'stlar qani? Qo'lingdan yetaylagan otang qani? Sinasini buloq qilgan onang qani? Bir o'rinda yotgan akang, ukang, opang, singling, jigarlaring qani? Ular ketib bo'ldi-ku. Endi navbat senga ham keldi. Ogohlantirib